Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana shu ism familiyadagi opamiz mana xudo xolasa Sankt-Peterburgga kirib keldilar. Bu opamizni bu video ko'proq bo'ladi. Bu opamizni zapreti besrochni edi. Opamiz chiroyli qilib kirgizib, o'tkazib kirib kelyapti mana. Opa, Buxorodan bir qaytdingiz, to'g'rimi? Keyin murojaat qildingiz, ochildi 100%. Mana shu opamiz mana shuni bitta yozishganlarimizda boyagi zapret deportlaringiz bitta ko'rsating o'shani. Mana opamizni qancha bo'ldi? Qancha vaqt ketdi o'shanga? Shu 2,5 oyga olib kirib keldim. Xudoga shukr. Mana bu yerda hamma yozishgan, menga pul to'lov qilgan, hammasiga отчет topshirilgan, hammasi bor. Mana shu yerda polni yozishganimiz, mana men shu haqida hammasini gaplashganimiz, menga doверенность yuborgan, xullas pul to'lagan, hammasini men cho'tka qilib, hamma narsani tayyorlab bergan. Men hammasini ochib, tayyorlab, o'tkazib, mana Xudoga shukr, mana bugun kirib keldilar. 2,5 oy vaqt ichida kirib keldilar. Mana shu yolg'on emas, rost besrochni to'liq ochib bera olamiz. Mana opamizni kirgizib keldim. O'shaning uchun besrochni bo'lganlarni ochamiz deganda bemalol ikkilanmasdan topshiravering. Biz chunki deganda to'g'risi mana bu yerda harakat qilamiz, o'zimizni tanish viruslarimiz orqali ishchi yo'llab hammasini cho'tka qilib ochib beramiz. Besrochni faqat bemalol murojaat qilaverasizlar, aviakassa xodimlari xizmatdamiz.